Yo, nima gap o'rtoqlar, bugun Toshkent City'da obunachilarimizni qidiramiz. Menga obuna bo'lganmisiz? Voy, menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, hozir $100 bilan gul yo'qmi? Menga obuna bo'lganmisiz yo'qmi? Wow! Menga obuna bo'lgan bo'lsanglar, men shu gul bilan $100 beraman. Xolajonlarim, krasavitsalarim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gulli egasi chiqmadi-yu, endi nima qilamiz? Qarang, xolajon, sizni uzoqdan ko'rib keldim-da, men shu gulli egasini rosa qidirdim, hech qayerdan chiqmadi. Alloh qalbimga sorib, bu gul sizniki ekan. Men shuni sizga olib keldim. Rahmat bolalar. Sog' bo'lsin. Rahmat. 5000 so'mmi donasi? Ha, donasi 5000 so'm. Ash qurtlaringiz donasini 50 ming so'mdan olsam, bitta obunachilarimni chiroyli duo qilib qo'yasizmi? Onajon, men pulni olib qo'yasiz. Qurtlaringiz menga berib yuborasiz, tushing. Duo qilib qo'yasiz faqat, xo'p? Mayli, xo'p. Onamizni planlarini yopdik, endi uyga borib damda olasiz, xo'p ona? Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Ushbu Malibu'ning egasi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Hoziroq videoga like bosib, Abror Ahmedovga obuna bo'lib qo'yamiz. 31-mart kuni mana shu mashina egasini Mirabad Residence loyihasini Telegramdagi onlayn taqdimotida aniqlaymiz.